Assalomu alaykum yurtdoshlar. O'zbekiston Milliy axborot agentligining Dunyoga nazar tahliliy dasturining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Bugungi globallashuv zamonida, tezkor davrda xalqaro maydonda yuz berayotgan muhim va dolzarb voqealar bisyor. Binobarin, O'zA dunyoda eng muhim voqealarni sharhlashda yana davom etadi. Bugun ham muhim mavzularni muhokama qilish uchun ekspertlarni studiyamizga taklif etganmiz. Tanlangan mavzu esa O'zbekiston-Tojikiston yaxshi qo'shnichilik, o'zaro ishonch va ittifoqchilikka tayangan sheriklikning yangi bosqichi. Hurmatli ekspertlar, avvalo studiyamizga xush kelibsiz. Ana endi bevosita savollarga yuzlanadigan bo'lsak, mana ma'lumki, o'zbek va tojik xalqlarini birodarlikning o'ziga xos rishtalari bog'lab turadi. Ya'ni asrlar mobaynida yonma-yon bir oila a'zolaridek yashab kelayotgan mana shu ikki qardosh xalq xursandchilikda ham, g'am buluti soya tashlaganda ham doimo birga bo'lgan. Ya'ni sodda qilib aytganda, bu ikki xalqni dutorning ikki toriga qiyoslash mumkin. Ayniqsa so'nggi yillarda O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarida ijobiy burilishlar kuzatildi. Ayniqsa chegaradosh hududlarda yashovchi aholining kundalik hayotida bu iliqlashuv alohida ahamiyat kasb etdi deyish mumkin. Keling dastlab mana shular xususida boshlasak. Darhaqiqat mana hozir hammamiz kuzatishimiz mumkin. Mana O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar haqiqiy mana ijobiy tomonga o'zgargan va bugungi kunda mana shu ijobiy o'zgarish men o'ylaymanki, birinchi navbatda davlat rahbarlarining siyosiy irodasi bilan bog'liq. Va aynan mana shu ikkita mamlakat o'rtasidagi o'zaro ishonchlilik, mamlakatlarning o'sha munosabatlardagi teng huquqlilik tamoyillariga e'tibor qaratish va aynan mana shu tamoyillarga amal qilish bugungi kunda o'ylayman mana shu biz e'tirof etilayotgan pozitiv o'zgarishlarga olib keldi va albatta mana shunaqa ikkita davlat o'rtasidagi ochiq, konstruktiv muloqot o'ziga yarasha bir natijalarga ham olib keldi desak bo'ladi. Mana hammamiz bilamizki, davlatlar o'rtasida iliqlashuv har doim boshlanadi qachonki siz kelishishni boshlasangiz. Qachonki siz qaysidir masalalarda kerak bo'lsa bir o'zingizni nuqtai nazaringizni bildirganingizdan keyin bir konstruktiv bir taklif bersangiz. Va aynan O'zbekiston tomonidan bir yaxshi bir vektor belgilangan edi. Markaziy Osiyo davlatlari bilan birinchi navbatda o'sha yaxshi qo'shnichilikni rivojlantirish va o'sha vektorlarning bittasi bu albatta Tojikiston Respublikasi bilan ham munosabatni yaxshilash, yaxshi qo'shnichilikni rivojlantirish va mana bugungi kunda ko'ryapmiz, haqiqatda ham kelishuvlar natijasida, shartnomalar natijasida ratifikatsiya qilingan bizning o'sha mana oxirgi mana bizning deklaratsiyamiz bor, ittifoqchilik bo'yicha deklaratsiya. Mana shu deklaratsiyalarning qabul qilish natijasida o'ylaymanki, bugungi kunda aynan Tojikiston va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida haqiqiy bir do'stona munosabat rivojlanmoqda. Buni biz nimada ko'ryapmiz? Birinchi navbatda hammamiz bilamizki, har doim davlatlar o'rtasida bir tutashuv sifatida biz chegaralarni aytishimiz mumkin. Bu mana aytaylik, konstruktiv muloqot natijasida mana shu chegaralar bilan bog'liq muammolar hal qilishni boshlandi. Va ikkinchi masala albatta buni xalqimiz ham sezdi, ikkita xalq ham sezdi desak bo'ladi. O'rtasida mana shu iliqlashuv va munosabatlar yaxshilanishi natijasida xalqlar bemalol aytaylik chegaralar aro munosabatlarga kirishdi va bir-biriga bemalol nafaqat turist sifatida, balkim qarindoshlar bir-biriga bemalol yurishni boshladi. Albatta bu savdo masalalarida bizda o'zgarishlar bo'ldi. Aytaylik, agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, oxirgi yillarda umumiy tovar ayirboshlash hajmi 1 milliard dollarga yetdi. Bu degani biz yildan yilga aynan boshida o'sha kelishgan ittifoqchilik, o'zaro hamkorlik bo'yicha shartnomalarimiz bugungi kunda o'z amaliy ifodasini topmoqda.
O'zbekistonni biz bilamizki, tashqi siyosati bu tinchliksevar, do'stona tashqi siyosat. Buni huquqiy asosi bizni konstitutsiyamizda belgilab berilgan. Chunki konstitutsiyaning muqaddimasida O'zbekiston jahon hamjamiyati, eng avvalo qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarni hamkorlik, o'zaro qo'llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash masalasi ustuvor vazifa etib belgilangan. Shu bois ta'kidlanganidek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmonni qat'iy siyosiy irodalari hamda o'zaro ishonch tufayli mana bugungi kunda O'zbekiston Tojikiston munosabatlari yuksak cho'qqiga chiqdi deb ayta olamiz. Sababi biz 30 yil oldin yo 10 yil oldin solishtiradigan bo'lsak, bu yer bilan osmoncha farqni ko'rishimiz mumkin. Bu har bir O'zbekiston fuqarosi bo'ladimi, Tojikiston fuqarosi bo'ladimi, har bir insonni hayotida bevosita o'zining ta'sirini, natijasini ko'rishi mumkin. Mana aytib o'tishimiz mumkinki, chegara masalasi shu paytgacha muammo bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda chegara uzul-kesil hal bo'lib, bu masala bu endi bugungi kunda biz aytishimiz mumkinki, chegaralar bu hamkorlik uchun ko'prik vazifasini o'tayapti. Shu bois mana bizni Tojikiston hamda O'zbekiston o'rtasida bir qancha hududlarda chegara punktlari ochilgan. Eng asosiy yutuqlardan yana bittasi bu vizasiz rejim joriy etilishi. Shuni natijasida mana biz ko'rishimiz mumkinki, O'zbekistonning ochiq tashqi siyosati mana 25-yil hamda 26-yilni mana o'tgan 2 oyda turistlar oqimi bo'yicha aniq yaqqol bizga namoyish etadigan bir ko'rsatkich bor. O'tgan yili 11.700.000 kishi kelgan bo'lsa, shundan 2.700.000 ga bu Tojikiston fuqarolari. Bundan tashqari mana bu yilni 2 oyida hozir hisoblanyapti, qariyb 1.800.000 turist kelgan bo'lsa, shundan 500.000 nafari demak Tojikiston fuqarolari. Bundan tashqari biz ko'rishimiz mumkinki, mana shu chegara hududlarda insonlar uchun, mana shu aholi uchun qulay bo'lishi uchun bir qancha savdo hududlari tashkil etildi. Mana shu yerda ham demak bizni fuqarolarimiz bevosita bordi-keldi qilib, demak o'zlarini hayotiy ehtiyojlarini qondirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Undan tashqari biz boshqa sohalarni, savdo, investitsiya, iqtisodiy sohani aytishimiz mumkin. Bugungi kunda sanoat kooperatsiyasi masalalari juda dolzarb bo'lib, mana kechagina biz bilishimiz mumkin, hududlararo xalqaro forum o'tkazildi. Bu birinchisi demak Tojikistonda o'tkazilgan bo'lsa 21-yilda. Mana kecha Jizzax viloyatida hududlararo ikkinchi xalqaro forum o'tkazildi. Bu yerda ham demak mana shu chegaradosh viloyatlar, chegaradosh hududlar rahbarlari, turli soha vakillari, mana shu tadbirkorlar bo'ladimi, katta-katta korxonalarning vakillari bo'ladimi? Demak, bular ham hamkorlikni bevosita ikki tomonlama hamkorlikni ikki tomonlama yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Albatta, eng asosiy insonlarning kayfiyatiga ta'sir qiladigan yana bir ko'rsatkich bu demak aviaqatnovlarni ko'payganligi. 10 yil oldin masalan haftasida bitta reys bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda bir haftada 10 dan ortiq reys muntazam. Bu nafaqat Toshkent, balki o'sha Samarqanddan to'g'ridan-to'g'ri demak Tojikistonga uchish imkoniyati yaratildi. Undan tashqari avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari mana 2 yil 3 yil bo'ldi, biz bilamiz poyezd qatnovi yana qayta tiklandi. Bu nimadan darak beradi? Demak, bizning xalqlarimiz mana shu ming yillar davomida birgalikda mana shu Markaziy Osiyo hududida do'st, qardosh bo'lib yashagan bo'lsa, bugungi kunda shu an'analar davom etyapti. Buni biz har bir insonni hayotida ko'rib, yaqqol bunga demak o'zimiz ishonyapmiz. Buni biz bilamizki, tashqi siyosatni bevosita ichki siyosatga ko'rsatgan ta'siri. Demak, mana shu xalqlarimizni nafaqat biz o'sha madaniy, gumanitar sohadagi aloqalarni rivojlantirdik, balki davlat darajasidagi demak aloqalar rivojlanib, vazirlik, idoralar o'rtasida, demak boshqa tashkilotlar o'rtasida bevosita aloqalar mana bugungi kunda o'zining natijasini beryapti. Bu hafta biz ochiq aytishimiz mumkin, umuman Toshkentda, O'zbekistonda Tojikiston haftaligi desak bo'ladi. Nimaga? Chunki biz bu yerda Navro'zni mana birgalikda nishonladik. Undan tashqari yozuvchilar uyushmasida, yozuvchilar uyushmalari o'rtasida tadbirlar o'tkazildi. Bugungi kunda O'zbekistonda Tojikiston san'ati va madaniyati kino kunlari o'tkazilyapti. Bu yerda ham biz ko'rishimiz mumkin. Hali aytib o'tganimizdek, biznes sohasida forumlar bo'ldi. Demak, barcha sohalarda O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari tarixiy yuksak bosqichga chiqdi. Bu alohida bir ta'kidlanadigan jarayon, chunki biz buni davom ettirishimiz kerak bo'ladi.
Darhaqiqat bugungi kunda O'zbekiston va Tojikiston munosabatlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu munosabatlar o'sha ikki davlat o'rtasidagi o'zgarishlar, transformatsiya jarayonlari, bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar nafaqat bu ikki davlat o'rtasidagi bir siyosiy iliqlashuv sifatida baholanishi, balki bu o'sha ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqadigan davr boshlanganligi, bu juda tubdan qayta ikki munosabatlar shakllanish jarayoni boshlanganligini ko'rishimiz mumkin va bu o'sha ikki davlat rahbarlarining, ikki davlatning o'sha xalqaro munosabatlardagi, mintaqaviy munosabatlardagi qarashlari ham, fikrlari ham uyg'un ekanligini ko'rishimiz mumkin agar munosabatlarga nazar tashlaydigan bo'lsak. Va haqiqatan ham bu ikki davlat o'rtasidagi bu yaqinlashuv, iliqlik nafaqat bu o'sha siyosiy iroda, balki bu siyosiy iroda o'zaro o'sha iqtisodiy, institutsional darajada o'sha mexanizmlarga ham ega bo'lib borayotganligi bilan ham, mana shunday mexanizmlar bilan mustahkamlanayotganligini ham ko'rishimiz mumkin. Agar bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar o'sha tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, haqiqatan ham yuqorida aytib o'tilgandek tadrijiy ravishda rivojlanib kelganligi, o'sha munosabatlarga 1993-yildagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, hamkorlik to'g'risidagi kelishuv tamal toshini qo'ygan bo'lsa, undan keyin davr 2000-yildagi abadiy do'stlik haqidagi kelishuv va mana 2018-yilda bu munosabatlarda tub burilish yasagan huquqiy shartnomaviy asos bu ikki o'sha strategik sheriklik to'g'risida, ikki davlatning strategik sheriklik to'g'risidagi kelishuvi va bu demak agar nazar tashlaydigan bo'lsak, o'sha o'zaro qo'shnichilik, hamkorlik aloqalari strategik sheriklikka aylanganligi va bugungi kunda bu strategik sheriklik ittifoqchilik darajasiga ko'tarilayotganligini ko'rishimiz mumkin va bu o'sha ayniqsa O'zbekiston Respublikasining 2016-yildan keyingi tashqi siyosiy kursidagi o'zgarish, bu yerda o'sha tashqi siyosatda mintaqaviy xavfsizlik masalalarini e'tibor qaratilishi, yaqin qo'shnilar bilan yaxshi aloqalarni yo'lga qo'yish, o'sha tarixiy aloqalarni tiklash yangi davrni boshlab berdi deb aytishimiz mumkin va bu o'z navbatida o'sha nafaqat O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar, balki o'sha mintaqaviy jarayonlarga ham, mintaqaviy munosabatlarga ta'sir o'tkaza oladigan jarayonlar boshlanganligini ko'rishimiz mumkin va shuni aytib o'tish kerakki, O'zbekiston ham, Tojikiston ham mintaqadagi muhim mamlakatlar hisoblanadi va bu mamlakatlarning o'zaro yaqinligi, o'zaro hamkorligi, o'zaro ittifoqchiligi butun mintaqaviy munosabatlarga ham ta'sir o'tkazadi. Shuni aytib o'tish mumkinki, o'sha mintaqadagi xavfsizlik masalalarida, Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash masalalarida ham O'zbekiston va Tojikiston qarashlari uyg'un keladi va O'zbekiston ham, Tojikiston ham o'sha Afg'onistondagi tinchlik barqarorlikni ta'minlanishi va bu orqali, Afg'oniston orqali har ikki mamlakat va mintaqaning boshqa mamlakatlarini ham Janubiy Osiyo bozorlariga chiqish imkoniyati sifatida ko'rilishi bu ikki davlatning nafaqat mintaqada, balki mintaqalararo munosabatlarda, mintaqadan tashqaridagi munosabatlarda ham geoiqtisodiy nufuzini oshishiga olib keladigan omillardan biri hisoblanadi. Ma'lumki, mintaqamizdagi integratsiya jarayonlari ekspertlar nigohida bo'lib kelgan. Xuddi shu ma'noda O'zbekiston Tojikiston hamkorligi Markaziy Osiyoda integratsiya jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Marhamat. Albatta, bugungi kunda biz aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Tojikiston munosabatlari Markaziy Osiyo munosabatlariga, umuman Markaziy Osiyoda sodir bo'layotgan jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. Biz buni bir necha misollarda ko'rsatishimiz mumkin. Albatta, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni mana shu Markaziy Osiyo davlat rahbarlari maslahat uchrashuvi tashkil etish to'g'risidagi tashabbusini aytmasdan imkoniyatimiz yo'q. Chunki bu Markaziy Osiyoda mana shu birlashish, hamjihatlik, tinchlik, totuvlik, hamkorlikda ish olib borish masalalari mana shu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari asosida amalga oshirilyapti. Bu masalaga Tojikiston albatta o'zining ijobiy fikrini bildirdi. Qo'llab-quvvatlagan holda misol tariqasida aytishimiz mumkinki, mana shu Markaziy Osiyo davlat rahbarlari maslahat uchrashuvini institutsional, endi mana shu tashkilotlarini tashkil etishda 2023-yilda Tojikistonda Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan 5-maslahat uchrashuvi tarixiy ahamiyatga ega. Sababi u yerda bir necha o'sha tashkiliy
tuzilmalari tashkil etildi. Markaziy Osiyo davlat rahbarlari maslahat uchrashuvini tashkil etish, shuni ishini rivojlantirish maqsadida bu yerda biz ko'rishimiz mumkinki, nafaqat bu iqtisodiy soha, balki xavfsizlik masalalari, masalan o'sha Milliy xavfsizlik kengashlari kotiblarini uchrashuvlari tashkil etiladigan bo'ldi. Undan tashqari muvofiqlashtiruvchi kengashdi kotiblari masalasi ko'tarilib, bu yerda alohida tuzilma tashkil etildi. Undan tashqari mana biz bilamizki, parlamentlararo munosabatlar ham yangi bosqichga chiqdi. Bu yerda demak parlamentlararo muloqotlar yo'lga qo'yildi. Buni natijasida albatta Markaziy Osiyo davlatlarida hamjihatlik yanada rivojlandi. Biz bilamizki, O'zbekiston 2030 strategiyasida 91-maqsad, bu prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan maqsad, bu Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish masalasi qo'yilgan. Mana bu demak biz aytganimizdek konstitutsiyamizga hamda O'zbekistonning 2030-yilgacha bo'lgan strategiyasiga juda mos keladi. Shu uchun ham biz tashqi siyosatimizni ustuvor yo'nalishlaridan bittasi mana shu Markaziy Osiyo hamjihatligini qo'ygan bo'lsak, demak bu yerda O'zbekiston hamda Tojikiston munosabatlari uni faqatgina yuqori bosqichga olib chiqishga xizmat qilyapti. Biz uni boshqa sohalarda ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, biz aytamizki, bugun ochiqdan aytishimiz mumkin, 1 yil bo'ldi. 31-martda o'tgan yili butun Markaziy Osiyo uchun tarixiy voqea ro'y bergan edi. Sababi mana shu 30 yildan ortiq davr mobaynida mana shu chegaralarimiz bir muammoli masalaga aylangan edi. Butun dunyo Markaziy Osiyoga qaraganda bir muammoli hudud deb qarardi. O'tgan yili O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan 31-martda Xo'jand shahrida mana shu O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston davlatlarini davlat chegaralarini tutash nuqtasi to'g'risidagi demak hujjat imzolandi va bunga asosan do'stlik stellasi o'rnatildi. Bu yerda biz bilamizki, undan tashqari Xo'jand deklaratsiyasi qabul qilindi. O'zbekiston hamda Tojikiston o'rtasida 2024-yilda imzolangan ittifoqchilik to'g'risidagi shartnoma mana 25-yilda mana shu 31-mart kuni kuchga kirdi. Biz bu yerda ko'rishimiz mumkinki, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi ichki tashqi sohalardagi munosabatlar o'zining natijasini berib, demak Markaziy Osiyoda birdamlikni yana kuchaytirdi. Mana bugungi kunda biz ochiqda aytamiz, demak oldingi to'siq bo'lgan chegaralar bizga bugungi kunda imkoniyatlarga, demak hamkorlik ko'prigiga aylandi. Biz o'sha uchun ham O'zbekiston Tojikiston munosabatlari nafaqat bu xavfsizlik masalasi, savdo sotiq masalasi, transport, boshqa sohalarda ham demak mana shu Markaziy Osiyoni mustahkamlashga xizmat qiladigan munosabatlar. Bu butun dunyo tomonidan tan olingan, butun dunyoga demak namuna bo'ladigan munosabatlar deb ko'rsata olamiz. Sababi mana shu o'tgan yil 31-mart kuni imzolangan 3 ta davlat chegaralari to'g'risidagi tutash nuqtasi to'g'risidagi shartnoma butun dunyo hamjamiyati tomonidan olqishlandi. Biz buni Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh sekretarining munosabatida, boshqa davlatlarning vakillari munosabatida ham ko'rishimiz mumkinki, chunki biz ko'p yillar davomida bizga to'siq bo'lib kelgan muammoni uzil kesil hal qilib, butun Markaziy Osiyo uchun demak mana shunaqa to'siqlarni hamkorlik imkoniyatlar sifatida foydalanishga biz yo'l ochib berdik deb o'ylayman. O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarini ijobiy tomonga o'zgarishi ham boshqa Markaziy Osiyo davlatlariga ham bir signal bo'lib xizmat qildi-da. Sababi mana hozir ko'ryapmiz, hozirgi zamonda birgalikda mintaqa bo'lib birlashmasdan bu iloji yo'qligini boshqa davlat, Markaziy Osiyo boshqa davlat rahbarlari ham tushunib yetdi. Sababi biz xalqimizda bir maqol bor, uzoqdagi qarindoshdan ko'ra yaqindagi qo'shni afzal deydi-ku. Shuni hisobiga Markaziy Osiyo davlatlariga ham bu o'ziga yarasha bir belgi bo'lib xizmat qildi. Mana shu yuqorida aytib o'tilgan maslahat uchrashuvlar doirasida delimitatsiya, demarkatsiya masalalari, o'zaro ikki tomonlama savdo aloqalari, shuningdek transport, logistika yo'nalishlari va shu bilan birga yangi yo'llarning ochilishi, madaniy, gumanitar yo'nalishlar bo'yicha aloqalar yanada rivojlanishiga bu maslahat uchrashuvlari orqali ham bir o'zaro xizmat, o'zaro
bir xizmat bo'ldi deb aytishimiz mumkinda. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi hamkorlikning rivojlanishi Markaziy Osiyodagi mamlakatlarning integratsiyasiga olib keldi va bunga haqiqatdan ham katta ta'sir o'tkazdi. Aynan ikkita endi deyarli Markaziy Osiyo oladigan bo'lsak, hamma mamlakatlar qo'shni. Hammasi chegarasi bor. Mana shu nuqtai nazaridan Markaziy Osiyodagi barcha davlatlar doim kelishuv asosida hamma munosabatlarni tartibga solsa, o'shandagina Markaziy Osiyoda rivojlanish bo'lishi mumkin-da. Va bu yerda birinchi navbatda xavfsizlik masalalari. Ikkinchi albatta biz bilamizki, mana savdo masalasi deymiz yoki transport, logistika tizimini rivojlantirish bo'yicha aytamiz. Va albatta mana shu yo'nalishda aynan munosabatlar rivojlantirishda har doim ikkita agar mamlakat yaxshi qo'shni bo'lsa, keyingi mamlakat oldidagi o'sha yana bizning 3 ta mamlakat qo'shnilarimiz albatta bir-biriga qaraydi. Buni biz qayerda ko'ramiz? Mana aytaylik, Shanxay hamkorlik tashkiloti yoki BMT tashkiloti, aytaylik, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkiloti doirasida bo'layotgan sammitlarda, har xil konferensiyalarda, maslahat kengashlarida aynan mana shu 5 ta mamlakatning davlat rahbarlari samimiy uchrashyapti. Kerak bo'lsa mana shu uchrashuvlar davomida ham keyingi o'zining qadamlarini maslahatlashib olyapti-da. Mana shuning uchun ham bizda integratsiya haqiqatdan ham kuchaydi deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Ikki davlat o'rtasidagi yaqin munosabatlar albatta mintaqaviy integratsiyada aks sado beryapti. O'sha mintaqa davlatlarni birlashtirishga hissa qo'shyapti deb aytish mumkin. O'sha ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar, yaqinlashuv, bu yerda mana xalqaro munosabatlarda border effect degan tushuncha bor. O'sha yuqorida aytib o'tildi. Chegaralardagi muammolar, chegaralardagi to'siqlarni saqlanib qolishi uzoq muddat albatta bu davlatlar munosabatlariga, siyosiy munosabatlariga, iqtisodiy, ijtimoiy oqibatlarga doim ega bo'lgan. Mana shu to'siqlarni bartaraf etilishi ham o'sha mintaqada o'ziga xos integratsiyani va ikki davlat o'rtasidagi bu munosabatlar mintaqaviy integratsiya uchun bir model vazifasini o'taganligini ko'rishimiz mumkin. Mana o'sha avval muammo bo'lib, ziddiyat manbai bo'lib kelgan o'sha suv energetika masalalari bugungi kunda aksincha hamkorlik omiliga aylanayotganligi, o'sha transchegaraviy daryolardan birgalikda foydalanishga o'tilganligi, o'sha Tojikistondagi suv energetikadan iqtisodiy rivojlanish va butun mintaqada suv energetika xavfsizligini ta'minlashga o'tganlik, bu o'sha avvalgi ziddiyatlar bugungi kunda o'zaro hamkorlik, integratsiya va o'sha mintaqada ham iqtisodiy, ham energetik, ham suv xavfsizligini ta'minlashga hissa qo'shayotganligini ko'rishimiz mumkin. Mana yuqorida transport koridorlari haqida gap ketdi. Xuddi shu ma'noda yangi transport yo'laklari, ya'ni koridorlari ikki davlat uchun qanday strategik ahamiyatga ega? Albatta transport koridorlari bugungi kunda hozir mana hamkasbimiz aytib o'tganlaridek juda muhim strategik ahamiyatga ega. Buni nimada ko'rishimiz mumkin? Birinchidan, Markaziy Osiyo davlatlari, ayniqsa O'zbekiston tashqi dunyoga chiqish uchun albatta qaysidir davlatning hududidan o'tish majbur bo'ladi. Tojikistonni joylashuvi undan ham qiyinroq, chunki ko'p qismi, 90% qismi tog'lik hudud hisoblanadi. Shu uchun bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari barcha sohalarda birgalikda harakat qilganlaridek transport, logistika masalasida ham demak hamkorlik yuqori cho'qqiga chiqish arafasida. Chunki biz buni qayerda ko'rishimiz mumkin? Mana yaqinda biz xabarimiz bor, hammamiz bilamizki, Tojikiston bilan hamkorlikda Xitoy bilan birgalikda, demak Xitoy, Tojikiston, O'zbekiston hamda keyin Turkmaniston orqali jahon bozoriga chiqadigan yangi yo'lni biz sinov tariqasida foydalanishga topshiryapmiz. Bu demak juda katta siyosiy strategik ahamiyatga ega bo'lgan narsa. Undan tashqari biz bugungi kunda mana 30 yil davomida faqatgina orzu qilib kelgan narsa bu Xitoydan O'zbekiston orqali, masalan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston orqali o'tadigan temir yo'lni foydalanishga topshirilish masalasi. Masalan o'tgan yili demak shu qurilish ishlari boshlandi va nihoyat buni loyiha juda katta, qariyb 4 milliard 700 million AQSh dollariga belgilangan, bu hisoblangan 4,5 yil davomida quriladigan juda katta loyiha. Bu loyihani O'zbekiston bugungi kunda Afg'oniston orqali o'tadigan Trans-Afg'on yo'lagi bilan bog'lash niyatida. Demak, biz ko'ryapmizki, bugungi kunda O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo davlatlari jahon bozoriga chiqish uchun qaysidir boshqa
eski an'anaviy yo'llardan emas, yangi yo'llardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar biz mana shu Tojikiston bilan birgalikda Xitoy, Tojikiston, O'zbekiston quruqlik yo'lidan foydalanadigan bo'lsak, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lidan, undan tashqari mana o'tgan yili Afg'oniston bilan birgalikda kelishuvga erishilgan, demak O'zbekistondan Afg'oniston orqali Pokistonga o'tadigan katta temir yo'l loyihasi, bu ham juda katta loyiha. Bu yerda 5 milliard dollar miqdorida bu loyiha belgilangan bo'lsa, buni biz har bir mana shu davlatda yashayotgan fuqarolarni o'zini hayotida ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz natijasini. Bu nimada ko'rinishi mumkin? Chunki mana shu yo'l qurilishida ish o'rinlari yaratiladi. Demak, aholining daromadi oshadi. Undan tashqari kelajakda bu juda katta imkoniyatlar yaratadi. Bitta misol keltirishimiz mumkinki, hozir bugungi kunda agar shu Xitoydan yoki qo'shni davlatlardan mahsulotlar jahon bozoriga deylik, o'sha katta portlarga 30-35 kunda yetkaziladigan bo'lsa, bu yo'llar foydalanishga topshirilgandan keyin bu 6 kunga qisqaradi. Bu demak 5-6 marta qisqaradi. Bugungi kundagi hajm, mana shu yuk tashuv hajmlari keskin oshadi. Bu 100 barobar, 200 barobarga oshishi mumkin. Buni bevosita demak mana shu iqtisodiyotda rivojlanishiga, ish o'rinlarining yaratilishiga, aholining daromadini oshishiga, undan tashqari barcha sohalarda munosabatlar yanada kuchayib, mustahkamlanishiga olib keladi. O'sha uchun ham O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev har bir sohada, ayniqsa qo'shni davlatlar bilan munosabatlarda transport, logistika masalasini alohida o'ringa qo'yib, bugungi kunda rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lyaptilar deb o'ylayman. Aynan bu sohada biz yana e'tibor qaratishimiz kerak. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi yangi transport koridorlarini, yo'llarni barpo etish nafaqat o'sha savdo almashinuviga yoki boshqa aytaylik bozorlarga chiqish imkoniyatini beradi, balkim aynan mana hozir aytilgandek logistika xarajatlari, bizda transport xarajatlari bor. Mana shu transport xarajatlari kamaytiradi. Albatta, transport xarajatlari kamaygandan keyin, logistika rivojlangandan keyin O'zbekistonda, Tojikistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar narxida ham o'zgarish bo'ladi. Albatta, bu ham ertaga aytaylik jahon savdo bozorlariga chiqqanda bizning ishlab chiqariladigan mahsulotlar albatta bozorbop bo'ladi. Berilgan narxlari hammasi albatta konkurentli bo'ladi-da. Shu hisobidan ham o'ylaymanki, bugungi kunda mana shunaqa koridorlar, yangi yo'llar bizga kerak. Va albatta o'ylaymanki, har doim yo'llar bo'lgandan keyin fuqarolarning ham o'rtasida qandaydir almashinuvlar bo'ladi. Mana aytganda o'sha biz turizm haqida gapirayotgandik. Agar yaxshi yo'llar bo'lsa, bu turizm ham rivojlanadi. Turizm oqimi oshgandan keyin albatta birinchi navbatda biz har doim aytamiz, bu madaniy almashinuv bo'lsa, ikkinchi tomonda biz aytamiz, bu hammasi har bitta mamlakatning iqtisodiy salohiyatiga ham katta ta'sir o'tkazadi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar nafaqat siyosiy iliqlik, balki bu borada o'sha iqtisodiy diplomatiyada ham muvaffaqiyatga erishilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bugungi kunda O'zbekistonda tojik kapitali asosidagi 400 dan ortiq korxonalar faoliyat yuritayotganligi o'z navbatida bu yerdagi o'sha oddiy munosabatlar, oddiy savdo-sotiqdan balki o'sha investitsiyaviy modellarga aylanganligini ko'rishimiz mumkin va bu o'z navbatida o'sha yangi ish o'rinlarini hududlararo munosabatlarda o'sha iqtisodiy jarayonlarning rivojlanishiga xizmat qiladigan ko'rsatkich hisoblanadi. Ma'lumki, mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarda madaniy diplomatiya albatta alohida ahamiyatga ega. Xuddi shu ma'noda xalq diplomatiyasi va madaniy almashinuv dasturlari O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarini mustahkamlashda qanday o'rin tutmoqda? Diplomatiya haqida gapirganimizda men o'ylaymanki, har doim eng tez bir natijaga erishadigan diplomatiya bu xalq diplomatiyasi. Chunki bu inson tomonlar o'rtasida o'sha o'rtada muloqot asosida bo'ladi va shuning uchun ham har bitta mamlakat aynan xalq diplomatiyasiga katta e'tibor qaratadi. Mana o'zimiz e'tibor qaratayotgan bo'lsak, mana bizning madaniy gumanitar almashinuvlar. Qarangda, mana bugungi kunda bilamizki, Tojikistonda O'zbekiston san'ati va madaniyat kunlari bo'ladi.
O'zbekistonda Tojikiston san'ati madaniyati kino san'ati kunlari bo'ladi. Undan tashqari bizning o'sha san'at sohasidagi vakillarimiz o'sha mamlakatlarga borib o'zining san'atini namoyon qilyapti, alohida gastrollar orqali yoki qandaydir aytaylik ko'rgazmalar bo'lyapti bugungi kunda. Undan tashqari biz bilamizki, mana Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham madaniy markazlar faoliyat yuritadi. Mana agar O'zbekiston Respublikasini oladigan bo'lsak, aynan o'sha Tojik milliy madaniy markaz O'zbekiston Tojik milliy madaniy markazi bor. Undan tashqari viloyatlarda aytaylik Namangan, Farg'ona, Jizzax, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand va Buxoro viloyatlarida, Sirdaryo viloyatlarida Tojik milliy madaniy markazlar faoliyat yuritmoqda. Mana shu markazlar ham aynan o'sha xalq diplomatiyasini rivojlantirishda o'zining hissasini qo'shmoqda. Chunki mana shu ikkita mamlakat xalqlarining madaniyatini, urf-odatlarini, tillarini targ'ib qilmoqda. Buni aytaylik O'zbekistonda bo'lsa, masalan, tojiklar bugungi kunda o'zining madaniyatini targ'ib qilayotgan bo'lsa, Tojikistonda o'zbeklar o'z madaniyatini targ'ib qilyapti. Va biz shunga amin bo'lyapmizki, aynan o'sha madaniyat mushtarakliligiga hammamiz e'tibor qaratyapmiz-da. Aynan o'sha xalqlar o'zi tarixiy birga bo'lgandan keyin madaniyati ham bir xil. Mana hozir aytildi, Navruz bayramini o'tkazdik. Qarangda, Navruz bayramida mana shu ikkita mamlakat xalqlari birlashib mana shu Navruz bayramini, umumiy bayramini o'tkazishni o'zi biz aytishimiz mumkinki, o'rtamizda hech qanday bir kelishmovchilik o'zi bo'lish kerak emas. Aytaylik, mana e'tibor qaratadigan bo'lsak, aynan o'sha diplomatiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu diplomatiya har xil yo'nalishda bo'lishi mumkin. Xalq diplomatiyasi bu mana biz e'tibor qaratyapmiz, juda ham ko'p ilmiy konferensiyalar o'tadi. Masalan, aytaylik, Dushanbeda bo'ldi, Toshkentda bo'ldi, mana kuni kecha mana konferensiyalar o'tdi yoki ilmiy almashinuvlar bo'lyapti mamlakatlar aro. Albatta bu ham o'ylaymanki, mana bizning olimlarimiz bir-birimiz bilan gaplashib, aynan o'sha fandagi bo'lgan muammolarni ham hal qilayotganda birgalikda nimaga olib keladi? Faqat mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishiga olib kelinadi. Biz bilyapmizki, bizda muammomiz ham bir. Uni yechim izlashga ham hammamiz birgalikda harakat qilishimiz kerak. Ana shundagina o'ylaymanki, aynan o'sha Markaziy Osiyo mamlakatlar o'rtasida mana shu do'stlik, tinchlik, totuvlik bo'yicha bo'layotgan o'sha kelishuvlar yoki mana hozir ittifoqchilik haqida gapirdik. Ittifoqchilik munosabatlari rivojlantirishda ham o'ziga yarasha albatta turtki bo'ladi. Har doim o'sha boshida aytganimdek, xalqlar o'rtasidagi o'sha do'stlikni, ittifoqchilikni rivojlantirishda oddiy inson doim turtki beradi-da. Oddiy o'sha harakatlari bilan, mana aytyapmiz, chegaralarda mana o'tgan yil o'sha 3 nuqta tutashni biz shartnomani imzolaganda oddiy xalq bu yerda birinchidan sezyapti mana shu o'zgartirishlarni va oddiy xalq o'zining munosabatini bir ochiqchasiga bildiryapti. Mana shu oddiy bizning o'sha fuqarolarimiz o'zining fikrini, o'zining o'sha iliqligini bildirgandan keyin albatta o'ylaymanki, davlat miqyosida aynan o'sha davlatlararo munosabatlar har doim faqat bir rivojlanish nuqtasida bo'ladi. Albatta xalq diplomatiyasi bu 1000 yillik tarixga ega. Biz yaxshi bilamizki, o'zbek, tojik xalqlarini madaniyati juda yaqin. Biz doim aytamiz, bu ikki tilda so'zlashuvchi bir xalq deb. Chunki biz bilamizki, mana shu Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy davrida ham bu ikki xalq, ikki millat o'rtasida munosabatlar juda yuksak cho'qqiga chiqqan. Chunki mana shu bizni ajdodlarimiz bir-birlarini ustoz shogird bilib juda hurmat qilganlar. Bu albatta o'zini davomini bugungi kunda ko'rsatyapti. Mana biz bilamizki, Samarqandda mana shu ikki mutafakkirga o'rnatilgan haykal, undan tashqari Dushanbeda mana shu Alisher Navoiyga o'rnatilgan haykalni ko'rib biz aytishimiz mumkinki, xalq diplomatiyasi bugungi kunda jadal rivojlanyapti. Aytib o'tganimizdek, xalqlarni birlashtiradigan narsa nima? Bu madaniyat. Bu demak tilli yaqinligi, bu o'sha dinni yaqinligi. Shu asosda demak bizning xalqlarimiz birlashib,
bugungi kunda mana shu tashqi siyosat, ichki siyosatni qo'llab-quvvatlagan holda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarni yuksak cho'qqiga olib chiqishga o'zini xizmatini ko'rsatyapti. Biz bu yerda ko'rishimiz mumkinki, O'zbekistonda tojik millati vakillariga yaratilgan sharoit. Biz aytamiz, mana gumanitar soha, bu qaysi soha? Bu ta'lim sohasi, meditsina sohasi. Biz bilamiz, mana O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan Tojikiston hududida bir nechta o'sha tibbiyot muassasalari O'zbekiston hisobidan qurib foydalanishga topshirildi. Undan tashqari o'zbek maktablari foydalanishga topshirildi. O'zbekistonda bugungi kunda 250 dan ortiq tojik tilida ta'lim beradigan umumta'lim maktablari faoliyat yurityapti. Undan tashqari biz bilamiz, Toshkentda, demak, Samarqandda, Termizda alohida oliy o'quv yurtlarida guruhlar bor. Demak, mana shu kimdir agar o'zini millati tojik bo'lsa, ona tili tojik tilida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Undan tashqari O'zbekiston yagona davlat, bu tarixdan ham ko'rishimiz mumkin, bugungi kunda ham mana shu aytib o'tilgandek milliy madaniy markazlarga davlat darajasida e'tibor qaratgan. Mana shu O'zbekistonning 9 ta hududida hamda respublika darajasida mavjud O'zbekiston Tojik milliy madaniy markazi bugungi kunda mana shu parlament huzuridagi komissiya tomonidan moliyalashtirish masalasi hal bo'lgan. Demak, bularga butun respublikamizda davlat byudjet hisobidan viloyat markazlarida, jumladan Toshkent shahrida ham do'stlik uylari foydalanishga topshirilgan. Mana shu do'stlik uylarida demak milliy madaniy markazlar faollari o'zlarini faoliyatini olib borish imkoniyatiga ega. Hozir aytib o'tganlaridek, mana o'tgan yili biz demak 31-mart kuni mana shu Xo'jand deklaratsiyasini qabul qilinganini bayram qilgan bo'lsak, bu bayram faqat Toshkentda bo'lmagan. Bu chegaradosh hududlarda, bu Toshkent viloyati bo'ladimi, Farg'ona, Andijon, Namangan, undan tashqari demak Surxondaryoda xalqlar, ikki davlat xalqi mana shu Navro'zni birgalikda sumalak tayyorlab, osh damlab birgalikda nishonlashdi. Men o'ylayman, mana bugungi kunlarda shu ishlar davom ettirilib, 1 yillikda ham xuddi shunaqa tadbirlar o'tadi. Mana shu xalqlarimiz qancha birlashsa, qancha yaqinlashsa, demak qancha bir-birimizga yaqin bo'ladigan bo'lsak, bu albatta O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi barcha sohalardagi masalalarda o'zini ijobiy natijasini beradi deb o'ylayman. Xalqaro munosabatlarda xalq diplomatiyasi, madaniy diplomatiya bu o'sha yumshoq kuch deb ataladi yoki ko'rinmas infratuzilma deb ataladi. Haqiqatdan ham ikki tomonlama munosabatlarda ham, ko'p tomonlama munosabatlarda ham muhim rol o'ynaydi. Mana O'zbekiston Respublikasi bu ko'p millatli mamlakat hisoblanadi. Bu yerda o'sha barcha xalqlarga, millatlarga o'zini tilini, madaniyatini rivojlantirish uchun teng imkoniyatlar berilgan. Mana bugungi kunda O'zbekistonda 2 milliondan ortiq tojik millatiga mansub fuqarolar yashaydi va bular ham o'sha o'zini tilini, madaniyatini rivojlantirishga, o'sha mana yuqorida aytib o'tildi, milliy madaniy markazlar, madaniyat kunlari, madaniyat haftaliklari ham o'sha ikki davlat o'rtasidagi madaniy munosabatlarga, xalq diplomatiyasiga o'sha katta hissa qo'shayotgan omillardan biri hisoblanadi. Hurmatli ekspertlar, bugungi bildirilgan fikrlar uchun tashakkur. Yana sizlarni keyingi dasturlarimizda kutib qolamiz. Hurmatli yurtdoshlar, shuning bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.